Ikki do'st sahroda sayohat qilishardi. Ular o'rtasida tortishuv chiqib, biri ikkinchisini urdi. Urilgan do'st bu so'zlarni qumga yozib qo'ydi. Bugun eng yaxshi do'stim meni urdi. Biroz vaqt o'tib ular bir daryoga yetib kelishdi. Urilgan do'st suvga tushib, qariyib cho'kib ketay dedi. Ammo uni urgan do'st qutqarib qoldi. Qutqarilgan do'st bu safar toshga shunday deb yozib qo'ydi. Bugun eng yaxshi do'stim mening hayotimni saqlab qoldi. Hayron bo'lgan do'st so'radi: nega birinchisini qumga, ikkinchisini esa toshga yozding? Do'sti javob berdi: kimdir bizga yomonlik qilsa, uni qumga yozish kerak, toki shamol uni o'chirib yuborsin. Agar yaxshilik qilsa, uni toshga yozish kerak, toki u abadiy qolsin. Bahlulning podshohga nasihati. Bahlul saroyga kirib, Harun ar-Rashidning yoniga kelib o'tirdi. Menga nasihat qil, o'tindi Harun ar-Rashid undan. Amir al-Mo'min, suvsiz cho'lu biyobonda qolib, tashnalikdan o'lar holatga yetsangiz, sizga bir qultum suv berib, o'lim changalidan qutqargan kishiga nima berar edingiz? So'radi Bahlul shohdan. 100 dinor tillo berardim, javob berdi xalifa. Agar suv egasi pulga rozi bo'lmasa-chi, podshohligimning yarmini bag'ishlardim. Suv ichganingizdan so'ng peshobingiz kelmay qolib, qiynalib qolsangiz, unda bu kasalni davolagan kishiga nima berar edingiz? Podshohligimning qolgan ikkinchi yarmini berardim, javob berdi Harun ar-Rashid. Shundoq ekan, siz bu podshohlik bilan nega buncha g'ururlanasiz axir? Podshohlikning qiymati bir qultum suv va bir marta hojat qilishdan iborat ekan-ku. Xo'sh, shu arzimagan narsaga bechora xalqni shuncha zulmga mubtalo qilish aqldanmi? Debdi Bahlul. Yigit Suqrotdan muvaffaqiyatning siri nimada ekanligini so'rabdi. Suqrot unga ertasi kuni daryo bo'yiga kelishini, savoliga o'sha yerda javob berishini aytibdi. Ertasiga ertalab yigit daryo bo'yiga kelibdi. Suqrot undan daryoga tushishini so'rabdi. Birga daryoga tushibdilar. Suv bo'ylariga yetganda, kutilmaganda Suqrot yigitning boshini suvga bosibdi. Yigit suvdan chiqishga qanchalik urinmasin, Suqrot kuchli edi. Suqrot yigitni ko'karib ketgunicha suvda ushlab turibdi. Keyin suvdan chiqarib olibdi. Suqrot so'radi: boshingni suvda tutib turgan paytimda nimani xohlading? Yigit havoni deb javob beribdi. Shunda muvaffaqiyatning siri mana shunda. Qachonki sen muvaffaqiyatni suv tubida xohlaganchalik xohlasang, shunda unga erishasan. Bundan boshqa sir yo'q deb javob bergan ekan Suqrot. Menga ozgina suv ber. Bir vaqtlar mahallada badavlat bir odam yashardi. Uning ikkita o'g'li bor edi.
Ammo ular tantiq, tarbiyasiz bolalar edilar. Qo'shnilardan biri esa oqil, yaxshi, axloqli, hammaga mehribon, nuroniy bir kishi edi. Bir kuni shu oqsoqol kishi bolalarning otasiga shunday debdi: qo'shni, shu o'g'illaringizga biroz din darsini o'rgatsangiz, siz uchun ham, ular uchun ham xayrli bo'ladi. Diniy tarbiya olgan bolalar go'zal axloqli bo'ladilar. Keyin menga rahmat aytasiz. Men keksa odamman, ko'p narsani ko'rganman. Siz hali yoshsiz, tajribangiz ozroq. Bolalaringizga ustoz toping, ularga axloq, odob, tarbiya, din va fazilat darsini bersin. Shunda siz rohat ko'rasiz va meni minnatdorlik bilan eslab yurasiz. Biroq bolalarning otasi bu nasihatni mensimadi. U boylik orttirgan bo'lsa-da, hayotiy tajribasi oz, fahmi kuchli emasdi. Shuning uchun u qo'shnisining gapiga shunday javob qaytardi: men farzandlarimga katta boylik to'pladim. Ularga bu meros yetadi. Din darslari, axloq darslari ularga kerak emas. Yillar o'tib, oradan 10-15 yil o'tdi. Bir kuni qarib qolgan odam o'g'illari bilan bir dasturxon atrofida o'tirardi. U biroz xo'rsinib, katta o'g'liga murojaat qildi: o'g'lim, menga ozgina suv bergin. Kichkina o'g'li esa beparvolik bilan javob berdi: ota, suv oldingizda turibdi. Ana cho'mich, ana chelak. Ukasining bu qo'pol muomalasini katta o'g'li joyida o'tirib kuzatdi va shunday dedi: ota, bu o'g'lingizning fe'li va axloqi qandayligini bilasiz. Unga aytib o'tirmay, o'zingiz chelakdan cho'mishda suv olib icha qoling-da. Yo'l-yo'lakay menga ham bir cho'mich suv uzating.